Xalqaro koronavirusi deb atalgan Wuhan virusining tarqalish manbasi bo'lgan Xitoyning qamal ostidagi Wuhan shahrida Xinjiang sinflarining oz deganda 770 nafar o'rta maktab o'quvchisi qamalib qolgan. Ma'lum bo'lishicha, Wuhan shahrining umumyuzlik qamal qilinib, karantinga ilinish sababli bu o'quvchilarning qishliq ta'tilda oilasiga qaytishi mumkin bo'lmagan. Xitoydagi Jungo xabarlar to'rining ilgari surishicha, navbatda Wuhandagi Xinjiang sinflari nuqtaliq 3-o'rta maktab ekan. Xabarda Temir yo'l oliy o'rta maktabidagi Xinjiang sinflarida 170 o'quvchi, Dongxu va 1-o'rta maktablardagi Xinjiang sinflarida jami 600 dak o'quvchi borligi, ularning maktabga qamal qilinganligi ta'kidlangan. Xabarda ularning nihoyat yaxshi kutilayotganligi ilgari surilgan bo'lsa-mu, lekin ularning ichida virus yuqtirib olganlarning bor yo'qligi tilga ilinmagan. Xitoy hukumatı 2000-yillarning boshlarida Uyg'ur bolalarini Xitoy tili va madaniyatida tarbiyalashni maqsad qilgan Xinjiang sinflari programmasini yo'lga qo'yib, minglagan Uyg'ur o'quvchini Xitoyning har qaysi o'lkalaridagi o'rta maktablarga o'rlashtirgan. Gollandiyadagi Uyg'urlarning Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmiga qarshi Amsterdamdagi Dam maydonida o'tkazgan namoyishni qo'llagan va namoyishga qatnashgan Gollandiya Dank partiyasining raisi va parlament a'zosi Tunaxon Quzu mundaq bir havoda Uyg'ur qarindoshlarimizning Amsterdamning markazida to'planishining sababi ovozini anglatish uchundir. Xalqaro tashkilotlarning qilinmaganlarini qilish, zulmni fosh qilish uchundir. Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatida ziyon yetishdan qo'rqib, deyilmaganlarni deyish uchundir dedi. Tunaxon Qo'zi Uyg'urlarga qilingan zulmni Gollandiya parlamentida o'tirib qo'yganligini eskartib mundaq dedi. Siyosatning ustiga tushgan bir vazifa bor. Biz sungan taklif natijasida o'tgan hafta Gollandiya parlamentida nimalarni qila oladiganligi to'g'risida muzokaralar bo'ldi. Parlamentda Dank partiyasining ikki taklifini o'z ichiga olgan 5 taklif qabul qilindi. Gollandiya buni qattiq bir shaklda tanqid qilishi lozim. Shuning bilan birga Yevropa ittifoqi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti aniq bir shaklda o'tirg'i qo'yib, Xitoyga diplomatik, iqtisodiy va siyosiy bisimlarni kuchaytirishi lozim. Uchiq fikr munbirining Turkiya Tashqi Turklar idorasining Istanbul sho'basida o'tkazilgan Ota-yurtimiz Sharqi Turkistonni seg'inib nomli faoliyatga qatnashgan turk shoir va yozuvchilar ta'sirli she'rlarni deklamatsiya qildi. Sharqi Turkiston haqida jamoat fikri yaratish va yoshlarning Uyg'urlarga qilinayotgan zulmlarga bo'lgan tunishini o'stirish maqsadida Uchiq fikr munbiri tarafidan Tashqi Turklar va qarindosh millatlar idorasi Istanbul sho'basida o'tkazilgan faoliyatga nurg'un kishi qatnashdi. Faoliyatda Sharqi Turkiston haqida doklad berildi, film ko'rsatildi va she'r deklamatsiya qilindi. Faoliyatda Abdurahmon Ali Ural qatorliq dongli turk shoirlarning she'rlari deklamatsiya qilindi. Xitoyda yangi tipli koronavirusi sababli o'lganlar sonining 1140 ga chiqqanligi, yuqumlangan deb diagnoz qo'yilganlar sonining bo'lsa 44653 ga yetganligi bildirildi. Xitoy Davlat Səhiyyə Komiteti shubhali kishilar sonining 16000 ekanligini, 185 mingdan ortiq kishining kuzatish ostida ekanligini e'lon qildi. Lekin Xitoy e'lon qilgan sonning amaliyotdan xeyli oz ekanligi ilgari surilmoqda. Yana bir tarafdan savdo urushi, Hong Kongda uzun davomlashgan namoyishlar, Sharqi Turkistondagi jazo lagerlariga qarshi inkaslar va Tayvan saylimidan keyin xalqliq mazgil qatorliqlar qo'shilib, Xitoy sistemalik bir shaklda ayirib etilmoqda. Xitoy virus bilan haplashish bilan birga vabo o'tirg'i chiqargan iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy masalalarga duch kelmoqda. Shotlandiya hukumatining boshlig'i va Shotlandiya Milliy partiyasining raisi Sturgeon Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqishni biz tanlamadik. Bu sababdan bizning boshqacha bir tanlashga ehtiyojimiz bor dedi. Londonda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan Sturgeon Shotlandiya xalqining ko'pinchisining 2016-yili ilib berilgan Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqish referendumida Yevropa ittifoqida qilishni tanlaganligini bildirdi.
Lekin buningga qaramasdan Angliyaning o'zlarini Yevropa ittifoqining sirtiga olib chiqishining demokratik kamchilikni ifodalab berganligini aytdi. Shotlandiya doiralari bu yilning 2-yarmida mustaqil referendum olib berishni o'ylashmoqda. Lekin buning uchun Londondagi markaziy hukumatning ruxsatini olishi lozim.